insonlar borki, qabul qilmaydiki, ba'd az inson o'lgandan so'ra, qabrga qo'yilgandan so'ra, go'shtlar ketgandan so'ra, ustixonlari puda bo'lib chirib qolgandan so'ra bori degar imkoni yo'qki inson tirilsa va qiyomat hashr nashr bo'lsa. Robbil alamin baxotir isbot va baxotir tushuntirishlik uchun Sura Rum oyat 50-ga bayon qildiki, fanzur ila athari rahmatilloh. Ey banda, yaxshi qarangki, siz asori rahmati Allohga, kayfa yuhil arda ba'da mawtiha, qanday Alloh zinda qiladi zaminni ba'd az o'lgandan so'ra. Ba'd az zamin xushk bo'lgandan so'ra, qurigandan so'ra Robbil alamin yaxshi ko'kalamlar bilan, sabzlar bilan, chamanlar bilan va chiroyli gullar bilan Alloh zaminni zinda qiladi. Inna zalika la muhyil mauta. Ana shu Alloh, ana shu Rabb, ana shu Xoliq, ana shu Tengri Taolo o'lgan kishilarni ham Alloh zinda qiladi. Va huwa ala kulli shay'in qodir. Alloh mutaolo hamma narsaga qodirdir. Robbil alamin aqidai sahih bizlarga nasib qilsin.